Shahar markazida 3 xonali kvartiraning puliga sizlar uchun 400 so'm, 4 ta xonasi bilan gaz, suv, svet, oromgoh, birinchi Doston ko'chada taxminan 400 metr ichkarilikda joylashgan joyimizni chiroyli holatda yevro qilib qurib bitkazib qo'yilgan akalar, bosib o'radigan joy. Lekin qurilishlarimizga umuman muammo yo'q, gap so'z sig'maydi, aka. Narxini necha pulga qilib berasiz, aka? 55 mingga. 55 mingga ozgina qiynalamiz, aka. Biz obunachilar kelishadi, xursandchilik bilan 49800 ga yana barakasiga ozgina o'tib berasiz. Xo'jay, hop deng. Xursandchilik bilan rozimisiz? Rozimiz, ha? Gap yo'q. Okalar, bir chekkadan tanishtirib yuboradigan bo'lsak, akalar, mana darvozaxonadan kirib kelishib o'ylaganmiz, qo'ni qo'shnilarimiz yaxshi, inoq yashab turilgan joylardan. Bu birinchi Doston ko'chadan kirib kelganda, mana keyin ko'chalari bemalol avtomobil kirishga sharoitlar bor. Darvozaxonamiz ham chiroyli fayzli qilib, gipskartonlar qilib, naveslarni qilib qo'yilgan. Akalar, oyoq taglari to'laligicha burchatka, ziloniy zonalar uchun ajratilgan. Gulxonamiz uchun chiroyli figurali joyimiz bor. Hamda etak qismida orqa hovli qilib, devor olib qo'yib foydalansa bo'ladi. Kelajakda chiroyli qilib ikki etajli qilib, imorat qilib, maza qilib, qo'shimcha uylar qurib yashasa bo'ladi. Hop, o'ng qo'lda kirib kelganimizda bizni o'ng qo'lda kattagina o'tirib ovqatlanishga tayyor bo'lgan ichki holatlari aboyli, ko'cha tomondan yorug'lik uchun qoldirilgan romlari bilan kuxnamiz joylashtirilgan. Kuxning mebellari ichida. Undan keyingi yonidagi xonamiz esa kattagina zal hisobida mehmonxona qilib foydalansak ham bo'ladi yoki bo'lmasa ota-onalar yotoqxonasi. Chunki ichida sanuzel bilan birgalikda. Bu tomondagi xonamizga kirib borganimizda yana bitta xonamiz joylashgan. Ichida alohida o'zi ichida sanuzel bilan ichki holatlari ham sizlarga aniq bilaman yoqadi. Kelib ko'rishinglarni tavsiya qilamiz. Yonidan zinamizdan chiqib, yon tomonga kirib borganimizda kattagina figurali bitta xonamiz joylashgan. Uni yonida tashqarida umumiy hojatxonamiz bor. Chiroyli rakvinalar joylashtirib qo'yilgan. Mana ko'rib turibmiz. Hovlimiz juda ham fayzli. Bittadan layklarni bo'lsa, kommentariy bitta fikr berib, a'zolikni ham bosib qo'yamiz.